Ha, yaxshimisiz? Ha, kechazgina pul tashab ketibsiz. Foizini bermabsizlar, tanini berib ketibsizlar. Foizi qani buni? Foizga gaplashganmiz-ku biz. Ha? Ertadan qolmasin, xo'p? Ertaga tashab ketdinglar menga. Alo. Ha, hali qisam qo'yib qo'ydingiz. Tanidingizmi? Meni nomerim chiqadi-ku, bilasizlar darrov. Menga qarang, har oy 5000 dollardan berishingiz kerak. Mendan 75000 dollar olgansiz. Ustiga yana 500 qo'yib berishingiz kerak. Foizi bor bu yerda. Qani, buni ukam olib kelib bermaysizmi pulini? Foiz ishlaymiz deganman-ku. Ertaga 20-dan keyin kech qolmasin. Undan keyin yana tug'adi bu yog'iga foiz. Tushundingiz-a? Qarang, men bilan o'ynashmanglar. Ha, topolaman qayerdan bo'lsa ham sizlarni. Alo. Ha, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Ha, qilgan ekansiz hali. Nima xizmat? Ha, tanidim. Voy, doim foizlarni vaqtida berasiz-ku. Nech pul desangiz bor? Nech pul desangiz. Endi bilasiz, shu kelishganimizdagi oyma-oy foizini bersangiz bo'ldi. Sizga ishonaman. 5 yildan beri siz bilan ish qilaman-ku. Ha, mayli, kelaveringlar, beraman. Qancha desangiz beraman. Bemalol kelavering. Foizini vaqtida to'laysiz, har 25-da qo'limga foizini o'zini tashab ketasiz. Bilasizmi? Kelaveringlar, beraman. Ha, keling. Ya Allah, ko'rib turib aqli yetmasmikan odamlar degiz keladi. Mana odam sutxo'rlikka pul beradi, suv oladi, xor bo'ldi. Ko'rdi, ko'rib turib nariga siqilaveradi yana. Ya Allah.